Bu yerda ular xohlagan odamga aylanishlari mumkin. Baland bo'yli naynov, dahshatli qiyofali yoki istarali odam, o'zga koinot maxluqi, multfilm qahramoni. O'zingiz tanlang. Ha, bu esa men, ya'ni men avatarim. To o'zgartirishni istab qolmagunimcha. Uyqu, ovqat yeyish va hojatdan tashqari qolgan hamma ishni oazisda bajarish mumkin. Muloqot ham virtual dunyoda amalga oshiriladi. Do'stlar topish ham shu yerda. Ishni top. Ejni topish. Ej topildi. 12-sektor. Dums sayyorasi. Dums oazisdagi eng xavfli joy. Yoki pul topish uchun eng qulay maskan. Ej shu bilan andanma. Ej oazisdagi eng yaxshi do'stim. Eng yaxshi do'stim, bor gap shu. Uni real dunyoda ko'rmaganman.